Barcha assalomu alaykum. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun men sizlar bilan haligi video qurdim, uy qurish bo'yicha chempion deb. Shu uyimni ikkinchi qismini olyapman. Mana bolalar, uyimiz ham bitgan. Hamma narsamiz bor. O'tgan qismni ko'rsanglar, bizni uyimizni Gripper portlatib yubordi. Yangi uy qurdik mana. Ana ukam qayerga ketyapsan? Toshkentga keldi. Seni boltaysan. Saxsa diladi. Shaxsha emas, saxta. Saxtami? Ashaqa men konga kirib chiqay. Qanaqa mog'olay men. Ana uyimiz bolalar. Chotki chiqqan uychamiz. Chotki. Manzarani ham ko'rsak bo'ladi biz. Qayoqqa ketyapman men? Qaranglar bolalar, manzarani chiroyli. Sizlarga ko'rsataman manzarani. O'rgimchagi olmasa. Divoningni nimaga bayga qo'yding, jinni? Mol sandig'ingni yoniga qo'y, ichiga. Behruz odam aytganini qilib mashaga qo'yavergan. Mana Behruz degan, Behruz No'likani nomi. Meniki esa ismim Muhammadjon. Sizlar ismingizni kommentga yozib qo'yinglar bolalar. Men shamogan tushdim, uxladim uyga. Mana shuncha narsamiz bor bolalar. Yurikam shaxtaga tushib kelamiz. Mana shu yomon ko'raman-da. Turs bo'lib jonim ketaveradi. Mana suvga tushaman deyman. Anaqa nima edi? Nuqtasini ola olmayman. Tuxumga tushib qolaman. Shaxta emas ekan u. Baba, bo'sha berdi bu. Birda ikkita sham qo'yib hech bo'lmasa. Voy, bitta ham temir yo'q ekan. Sham qo'ymayman. Gripper kechachi uyimiz portlatib yubordi. Video olyaptim. Video o'chib qolibdi, qo'lim tegib qolibdi. Video ashincha qurganimiz yomon bo'ldi. Voy bala dedim. 100 ta like yig'di, o'chib ketib qoldi shu videom. Dedim. Gripper esa uyimiz portlatib yubordi, zo'r tug'iladiga. Qarangda, g'alati bo'lib qolganda uyimiz. Men aytchi anaqa oltin qilib qo'ydik-da, mana sirli qilib. O'tgan qismni ko'rgan bo'lsanglar, Gripper portlatib tashlab, hamma joydan portlatib tashladi-da. Minecraftga ham yangi narsa kirdi. Qaranglar, pechkani ichiga kirganingizda oq bo'ladi-yu, ikkinchisini kirganingizda boshqacha ko'ryapti. Ko'rdingizmi? Ayt qora, men esa boshqachalar. Oldin ikkala tomoni ham bir xil bo'lardi. Uto nega haftada ko'rganda yo'q. Gripper Toshkentda Gripper spoiler. Keyingi hafta ertaga 11:00 da ertalabga mana shu videoning 3-qismini olamiz. Ikkinchi qismini, bu birinchi qismi. Birinchi qismi boshqa video edi, bu ikkinchi videomiz. Uy qurdik ukam bilan. Video olaylik dedim, ha bo'pti dedi, ukam ham keldi. Ikkinchi qismini ertaga 11:00 ga ertalab qilamiz. Bolalar 11:00 ga chiqadi. YouTube'da ko'rsanglar, like bilan podpiska bosib qo'yasizlar shu videoga. Keyingi videoga ham bosib qo'yasizlar bolalar. Men 2 yildan beri harakat qilaman 100 mingta bo'lishimga. Haligacha bo'la olmayman. Gapir tez keyin o'rmasdan. Erkaklar paradiskalar 100 millionga yetishyapti. Biz yetolmaymiz. Mol nima deyapsan? Qizlar bilan o'g'il bola 100 ming, 200 mingta bo'lib ketishgan. Axir biznikda haligacha
1 million obunachi ham bo'lganimiz yo'q. 1000 ta obunachi ham olganimiz yo'q bolalar haligacha. 100 mingta qoringlar iltimos bolalar. 2 yildan beri harakat qilaman shu video uchun. Oxiri olaman deyman, ketib olaman o'qishga. Maktabga. Nechanchi sinf desanglar, men 6-sinfman. Sizlar kommentga yozib qo'yinglar. Ismingiz bilan nechanchi sinfligingizni. Voy, yalmog'iz uyini topamizmi? Yalmog'iz uyimi? Bu nimani? Be yo'qolgan kaltiysan hozir. Yalmog'iz uyimi? Ya, yo'q, daraxtga. Mana bolalar. Hozir Nasr akam to'g'rilab olay. Maqsad qilib, gaplashib qilib, aytinglar. Ana bolalar. Aytgancha bolalar, bugun bu videomiz tugadi. Spiderman bo'lgan ukam esa qanaqadir yalang'och. Bugungi videomiz tugadi. Keyingi hafta ertaga 11:00 ga chiqadi. Shu videomizning 3-qismi YouTube'ga qo'yaman bolalar. Hammaga xayr. Xayr, ko'rishguncha. 3-videoda ko'rishamiz. Xayr, xayrlash. Xayr.